Hayotda qaytib kelmaydigan odamlarni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Hayotda topilishi mumkin bo'lgan odamlarni ikkinchi o'ringa qo'yish kerak. Masalan, men ota-onam, ularning ota-onalari tug'ib berishmaydi. Meni opa singillarim, aka ukalarim, ya'ni onam qaytib tug'ib bera olmaydi, misol uchun. Bular men uchun birinchi o'rinda. Bular qaytib topib bo'lmaydigan boyliklarim deyman. Endi ikkinchi darajali boyliklarim bor. Ayolim, farzandlarim. Bu chetsa bu Alloh bersa topiladigan narsa. Alloh taolo nasib qilsa farzandam beradi inshaalloh, ayol ham beradi. Ya'ni topilishi mumkin bo'lgan narsalar bular. Albatta ayoliga bee'tibor bo'lsin demoqchi emasman. Birinchi o'rinda qaytib kelmaydigan zotlar, ota-ona, aka-uka, tug'ishganlar. Mana bular birinchi o'ringa qo'yilishi kerak. Qolgan hamma narsa topiladi. Qolgan hammasi topiladi hayotda. Alloh taolo ketganlarning o'rnini to'ldirib beradi. Tavba surasida oyat bor, ya'ni sizdan bitta narsa olinsa, uni xayrlisi bilan Alloh taolo to'ldirib beradi. Lekin ota-ona, aka-ukalar emas. Nimaga aytsa, aka-uka, ota-onalar qaytib kelmaydi o'zi. Ota-ona, aka-ukalar birinchi o'rinda turishi kerak, chunki ular takrorlanmas qaytib kelmaydigan insonning boyligi. Hayotda qaytib kelmaydigan odamlarni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Hayotda topilishi mumkin bo'lgan odamlarni ikkinchi o'ringa qo'yish kerak. Masalan, men ota-onam, ularning ota-onalari tug'ib berishmaydi. Meni opa singillarim, aka ukalarim, ya'ni onam qaytib tug'ib bera olmaydi, misol uchun. Bular men uchun birinchi o'rinda. Bular qaytib topib bo'lmaydigan boyliklarim deyman. Endi ikkinchi darajali boyliklarim bor. Ayolim, farzandlarim. Bu chetsa bu Alloh bersa topiladigan narsa. Alloh taolo nasib qilsa farzandam beradi inshaalloh, ayol ham beradi. Ya'ni topilishi mumkin bo'lgan narsalar bular. Albatta ayoliga bee'tibor bo'lsin demoqchi emasman. Birinchi o'rinda qaytib kelmaydigan zotlar, ota-ona, aka-uka, tug'ishganlar. Mana bular birinchi o'ringa qo'yilishi kerak. Qolgan hamma narsa topiladi. Qolgan hammasi topiladi hayotda. Alloh taolo ketganlarning o'rnini to'ldirib beradi. Tavba surasida oyat bor, ya'ni sizdan bitta narsa olinsa, uni xayrlisi bilan Alloh taolo to'ldirib beradi. Lekin ota-ona, aka-ukalar emas. Nimaga aytsa, aka-uka, ota-onalar qaytib kelmaydi o'zi. Ota-ona, aka-ukalar birinchi o'rinda turishi kerak, chunki ular takrorlanmas qaytib kelmaydigan insonning boyligi. Hayotda qaytib kelmaydigan odamlarni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Hayotda topilishi mumkin bo'lgan odamlarni ikkinchi o'ringa qo'yish kerak. Masalan, men ota-onam, ularning ota-onalari tug'ib berishmaydi. Meni opa singillarim, aka ukalarim, ya'ni onam qaytib tug'ib bera olmaydi, misol uchun. Bular men uchun birinchi o'rinda. Bular qaytib topib bo'lmaydigan boyliklarim deyman. Endi ikkinchi darajali boyliklarim bor. Ayolim, farzandlarim. Bu chetsa bu Alloh